Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Shabab Al-Ahli hujumchisi Serdar Azmun jarohati tufayli Elit Osiyo Chempionlar Ligasining 3-turidan o'rin olgan Nasafga qarshi o'yinni o'tkazib yuboradi. Ma'lumotlarga ko'ra, eronlik forvard taxminan 3-4 oy maydonga tusha olmaydi va mavsumning ikkinchi yarmida jamoaga qaytishi mumkin. Shuningdek, jamoalarning libos ranglariga ham aniqlik kiritildi. Unga ko'ra, Shabab Al-Ahli to'liq qizil rangli libosda, Nasaf esa to'liq ko'k rangli sport formasida harakat qiladi. Eslatib o'tamiz, Shabab Al-Ahli va Nasaf uchrashuvi bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi.